Birinchi o'rinda ro'molimni gapirgim keldi. Qarang, mana bu ko'ylaklarimiz belbog'i bilan shunaqa katta ro'mol bilan ham chiroyli turar ekanda. Juda ham yoqdi. Yevropeyskiy shunaqa ro'mollarimiz ham bor. Oyoq kiyimim bilan juda go'zal turdi, to'g'rimi? Nima narsa gaplashib bo'ldi? Oyoq kiyimim bilan juda ham go'zal turibdi, qarang. Endi bu ko'ylagimni razmerlaringiz bor. Indiski ko'ylakni olib kelib bosganmiz. Mana shu vitrina hammasi indiski. 369 ming so'mdan. Mana ustidan o'zim kiydim. Ko'rgan bo'lsanglar reklamalarni. Bu 319 mingligi. Egnimdagisi esa narxini ko'rib bering, bular har xil. Ha, 369 ming so'mdan. Biserlari shunaqa chiroyli qadab qo'yilgan. Bunisi 319 ming. Bundan o'zim kiydim, yuvdim. Etak qismidan ozgina kirdi. Bu yoqdan emas, shuning uchun iliqdan sovuqroq suvda yuvib maza qilib kiyasiz. Lekin axshayib ketgani yo'q, hali 15 minglik shtapellarga o'xshab. Juda ham go'zal turibdi. Buyurtma qildi. Meda Indiya deb yozib qo'ygan. Biz buni dokumenti mana 85 ta oldida ko'rib turibsiz. Bizda bunaqasi juda go'zal. 300 aytdim narxini. Dastavkamiz bor.